Kecha qo'ygan 9 so'mda g'irt qishloqlik odam oldi akalar. Samarqandga Jomboyga ketdi. Mana akam o'zi ham sizni olmayman-da, siz keyin yaqinroqqa keyin hech bo'lmasa gapirib berib turing. Ovozingizni eshitasan, ovozingizdan tanimasa kerak. Men o'zi aytayapman-da, siz o'zingizni olayotsan, meni hamma tanishlarim ko'radi deyapti-da. Bilmayman, viloyatdan kim kelsa hamma shunday deydi-da. Aka, Alloh xayrli qilsin. Mashinani zo'r bo'lib Jomboyda hali bitta ham yo'q-a bundan. Bilmadim, o'zi kerak. Ya yo'q, kamtarni yo'qman aka, bilaman-ku men bo'lsa. Mayli, Alloh xayrli qilsin. Juda xursandman siz mana shu mashinani olganingizda. Oddiy o'zimizda jaydar odam, faqat bizlar bilan sizda nima farqi bor? Puli ko'p bo'ldi. Aka kamtar odam ekan, mayli. O'zlarini olmayman, ko'p tanishlaring. Birato'la hozir olsangiz qo'yib qo'ysangiz, surpriz qilib boraydan qishloqqa minib boradi-da. Jomboyni o'zida bittaman. Qishloqliklar ham oladi bunaqa qimmat mashinalar. Faqat shaharliklar olmaydi, takshto. Qishloqliklar bormi? Qishloqliklarga jo'natib qo'yinglar. Alloh xayrli qilsin. Hammaga nasib qilsin. Videoga bitta like bosib, kommentariyada "Amin" deb qo'ying. Sizga ham, bizga ham, ota-onamizga sovg'a qilish nasib qilsin akalar.